Barchaga salom. DLC 26 da transfer qilish. Deyarli hamma kutdi buni. Xo'p, videoni hech qayerda o'tkazib yubormang. Bu video siz uchun juda foydali bo'ladi. DLC 26 da transfer qilishni o'rganib olasiz ancha. Men jonli stream qildim. Unda edit yaxshi bo'lmagani uchun editni o'chirib tashlab, real editsiz shunday transfer qilishni o'rgatib qo'yaman sizlarga. Akbarimizda DLC kanali Instagramda va Telegramda a'zo bo'ling, YouTube'da yo'q. Xo'p, bo'lmasa videoni boshlaymiz. DLCga kirib olamiz. Hozircha biroz qachish kuzatilyapti bizda. Hozircha qasib turibdi telefon. Shu DLC kirib olish muhim. Videoni kesmayman shuning uchun. Mana kirib oldik va klan kelib chiqyapti. Mana bizda klan turibdi. Klanga kirasiz. Va istalgan bitta klanga qo'shilasiz. Endi u o'yinchiga bermoqchi bo'lsangiz, siz istalganiga bas. Masalan, men mana bu Federin Barrion Society deganga qo'shildim mana. Hop, internetdan pas qo'shildim. Mana klanni ko'rib turishlaringiz mumkin. Endi men bunga o'yinchi bersam bo'ladi, bemalol. Mana buni klandagilarga ham bersam bo'ladi-da. Tushiryapman. Hop, Carlo Joined. Hop, o'zbek Shamsiddin bor ekan, Shamsiddin. Shamsiddinga men Neymar bersam bo'ladi, masalan. O'zim tanishim bo'lsa-da. Sizlar ham bermoqchi bo'lsalaringiz shunday qilasizlar. Hop, klanda vazifalarini ko'rib turishlaringiz mumkin. Hop. Endi shu to'pi shu ekan bulardi. Halil, Henderson, Oscar. Xo'p, men bunga o'yinchi klaniga qo'shilishim kerak. Siz, masalan, sizda akkauntda Neymar bor. Neymarni boshqa do'stingizga bermoqchisiz. U do'stingiz klan olmasga, siz uni kerak. Klansiz bo'lmaydi. Klanning vazifalari juda katta. Bu haqida hali beri hozircha shuni yo'nalish berib qo'yaman. Aytib o'tyapman, hammaga ogohlantiryapman. Bu transfer bittada o'xshamaydi. Shuning uchun birinchi pastroq reytingdagi o'yinchilarni qilib ko'ring. Masalan, 80 lik himoyachini qilib ko'ring. Sotib olganingizdan keyin uni sotib olib ko'ring. Agar account bug bo'lmasa, shuni qilishingiz mumkin. Xo'p, mana hozircha endi sizga o'rgatib qo'yaman. Masalan, mana sotishga o'tamiz, sotish bo'limiga. Va aytdan hop, kim Subisga o'tib Neymar. Mana Neymar bor. Neymarni men bermoqchiman. Buning uchun Neymarni sotaman. O'sha klanga qo'shilgan o'yinchi siz birontasini klanga qo'shilib turib, Neymar sotsangiz, klanning egasini mashjayda paydo bo'lib qoladi. Mana Kante turgan joyda. Har bitta o'yinchini 90 ta olmos evaziga olasiz. DLC transfer videosi shu, hamma kutgan video shu edi. Hop, buni men yana hali chuqurroq qilaman. O'xshata olmaganlar uchun chuqurroq qilib o'rgatib qo'yaman. Asosiysi klan bo'lish kerak. Klandan kim chiqib ketsa ham bo'laveradi. Hozir klanda ahamiyatga ega narsada. Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'z fikringizni yozing. Agar sizda transfer o'xshamaydigan bo'lsa, yana men boshqatdan video qilib chiqaraman, chuqurlashtirilgan holatini.